Ba'zi vitaminlar ham saraton chaqiradi desam ishonasizmi? Ha, albatta, saraton chaqiradi. Ayollar ko'pincha sog'lom va chiroyli bo'lish uchun vitaminlar ichishadi, lekin ayrim vitaminlarni noto'g'ri va nazoratsiz ichish oqibatida onkologik kasalliklarni xavfini oshirishadi. Men Rustam va Rohaton Murodullayevni onkolog-mammolog yillar davomida shuni kuzatganman. Yaxshi niyatda ichilgan, lekin noto'g'ri tanlangan vitaminlar organizmda yomon hujayralarni o'sishiga sabab bo'ladi. Vitamin E haddan tashqari ko'p dozalarda iste'mol qilinganda ko'krak bezi saratoni va prostata bezi saratonini uyg'otadi. Foliy kislotasi, vitamin B9 me'yordan ortiq iste'mol qilingan foliy kislotasi organizmda atipik hujayralarni, ya'ni yomon hujayralarni haddan ziyod ko'payib ketishiga olib keladi. Antoksidantlar hisoblangan vitamin A, vitamin C va vitamin E sog'lom hujayralar bilan birgalikda yomon hujayralarni ham himoya qilib qo'yishi mumkin. Bu degani vitaminlar yomon degani emas, faqat uni vrach nazoratida me'yorda iste'mol qilishni tavsiya qilaman. Agar siz vitaminlar qabul qilayotgan bo'lsangiz yoki rejalashtirayotgan bo'lsangiz, albatta maslahat oling, konsultatsiyaga yoziling, eng xavfsiz yo'lini birgalikda tanlaymiz.